Assalamu alaikum, hürmetlik mihmanlar, cemaat, çoğunların atanlar, hadisinler, qarindoshlar degandek. Hammalarninki Ro'za bayramı mübarek olsun. Yuqorida Baxtnurdan biraqur bizningki nima sababdan tashkillanganligimizni tushuntirib o'tdi. Ammo azroq qistirib qo'ymoqchi. Hozirdan boshlab biz avlodlarimizni o'ylamasak bo'lmaydi ekan. O'shundoq bir yerga yig'ilib, cho'ng kichik bayramlarimizni qoldirmay tabriklab, avlodlarimiz o'zaro uchrashib, bo'lsa o'zaro qudvoji bo'lib, Mishada Shvetsiyadagi o'zimizningki bir Uyg'ur millati ekanligimizni saqlab qolish nihoyatda muhim ekan deb o'ylab, biz shu sababdan tashkillandik. Biri, o'zimizning milliy madaniyatlarimizni, urf-odatlarimizni qoldirmay davom etish. Ikkinchidan, yoshlarga sahna hozirlab berib, yoshlarning o'zaro uchrashish, tunishish ishlarga sharoit hozirlash, sahna hozirlab berish. Bu yo'limizda biz cho'nglarninki maslahatiga, cho'nglarning taklif fikrlariga ham butun jamoatninki yordamiga muhtoj. Chunki biz uchrashib turmasak, o'zaro yiroqlashib ketamiz, fikr almashtirolmaymiz. Shuni bu musofirlik hayotda muhimchilik bo'lsa-mu bir faoliyatlarimizni cheklamaganimiz yaxshi deb shunday deganda, shu vaqtda damonliqchi mening kallamdan o'tmagan bu. Ammo men onundan 20 yıl ötüp, belki 15 yıl ötkendan keyin mening kallamdan o'tdi. Demek hozir shu hozirgi kallamda shu cho'ngimizning nima degan yiroqni ko'raylik ekanligini. Ko'nglar deydi, men sendan mancha ishlarni burun yetgan, men sen bilganni bilmayajak ishlarni beshimdan o'tkazgan deb. Shunga mishalini qistirib o'tkim keldi. Cho'nglarninki bizga davomli taklif fikrlarni berib, yordamda bo'lishinglarni chindirimizdan umid qilamiz. Mayli bizningki diniy bayramlarimiz, milliy bayramlarimiz bo'lsin, biz davomli hamma bayramlarimizni qoldirmay o'tkazamiz. Chunki biz mushundoq bir ushishadigan sorunga ehtiyojimiz bor. Avlodlarimizni o'zaro tunishtirishga ehtiyojimiz bor. Shuningga cho'nglarninki ham butun Shvetsiyadagi Uyg'ur jamoatininki yaqindan bizga yordam bo'lishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Taklif fikrlarni aymag'aysizlar. Hurmatli qarindoshlar, oldimizda 13 may, 5-oyning 13-kuni Jenevaning oldida, Shveysariyaning poytaxti Jenevadagi BDT Birlashgan Millatlar Tashkilotining ishxonasining oldida cho'ng ko'lamli bir namoyish elib berilyapti. Bu namoyishga Yevropadagi qarindoshlar alohida chiqishimiz kerak. Chunki Avstraliyadagi, Amerikadagi bo'lsin, boshqa qit'adagi qarindoshlar yetib kelib bo'lmaydi, orqa yiroq. Shuningga Yevropadagi qarindoshlar imkon qadar qatnashib berishni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Bu namoyish muhim namoyish, chunki BDT'ninki inson haqlariga aloqador bir amaldori oldimizda 5-oyning oxirlari bo'lishi kerak. Vatanga o'tirimizga berib, Uyg'urlarninki ahvolini ko'zdan kechirmoqchi ekan, tashvish bo'lmoqchi ekan. Shuningga bu namoyish intayin muhim. Bara oladiganlar imkon qadar bilet elib ettigini berib, kechib qaytib keladigan biletni elib berib, qatnashib kelsanglar, borolmaydiganlar bo'lsa-mu, dunyo huquqininki shu Facebook'larda iyon to'plashimiz boshlandi. Chunki bir odamning iyonisiga boshqa Germaniya bo'lsin yoki Gollandiya bo'lsin, bu Yevropa cho'nqurliqdagi davlatlarning optoz orqali jiq odamlarni bora oladi ekan, shularga shiltalaydi. Shuningga hammalarninki bu namoyishga alohida bir ko'ngil qilishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman.